Uchqun aka, Yunusobod 13-kvartalga kelganman. Eski rayonning ko'chasi shundoq o'tishinglarda yo'l yuzida mana 64-dom turibdi. Shu yerda 3 xona, Yevroremont, mebel, texnika, mana bu yerda o'zligini mashina qo'yadigan joyligi. Bu kvartal eng oldi kvartal. Mana bu yerda mana bozor, bu yo'lning narigi betiga o'tasizlar. Bozor, metro, Megaplanet, transport, mana bu yog'i 5-detskiy больница. Xullas 3 xona Yevroremont ichidagi narsalar bilan hozirgi ichlarini ko'rsataman. Ikkinchi qavat mana liftni orqasi ham bularniki, mana hammom, tualetlarni yoqqa ko'chirib yuborishdi. Juda chiroyli, keng bo'lgan. Uycha shundoq faizli kirasizlar, hech narsa olib kelmaysizlar. Bat kiyim-kechak, idish tovog'inglar. Mana bu yerda o'zi oshxona bo'lgan, bu yerda o'tiradigan joy qilib yuborishgan. Ko'rsatur balkonlarni, o'tiradigan joy to'rxona bo'lib ketgan. Balkonni ko'ryapsizlarmi? 2 ga 6 katta keng. Hamma ko'rayotgan narsalar qoladi. 2-etaj. Mashina qo'yadigan joylarni ko'rsatdim. Hammasi zo'r. Xonalarni mana ko'rsat. Mana detskiy xona. Bu ham katta xona. Detskiy deganda katta detskiy edi. Endi mana bu yoqqa radit qilishgan qarayman. Shuncha mebellarni joylashtirib, chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yer o'zi bir 80 kvadrat. Lift tarafini qo'ysa, undan ham oshib bo'lib ketadi. Mana bu yog'imiz zal. Zalda ham mana stol-stullar, chiroyli mehmonlarni o'tkazib berasizlar. Xullas 80 kvadrat, Yunusobod 13-kvartal, metro, bozor joyi zo'r, yo'ldan shunda pashti yo'lli yuzi. Eski rayon ko'chasining shunda oldidagi dom. Narxini egalar 96 ming so'rashyapti. Naqdga ham, ipotekaga ham srochniy harakat qilinglar. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.